Sulaymon Arslanxon Qaraxoniylar davlatining xaqani, iqtidorliq harbiy qo'mondon, siyosiyon, g'ozi Sulaymon Arslanxon milodi 922-yillari Qaraxoniylar davlatining xaqani Sutuq Bo'raxon oilasida dunyoga kelgan. Sultan Sutuq Bo'raxonning Baytash, ya'ni musulmoncha ismi Musa, Tunga ilik, ya'ni musulmoncha ismi Sulaymon ismlik ikki o'g'li bo'lgan. Sutuq Bo'raxon olamdan o'tgandan keyin cho'ng o'g'li Musa Bo'raxon Qaraxoniylar davlatiga xoqon bo'lgan. Sutuq Bo'raxonning vafot bo'lganlik xabari tarqalgandan keyin Xotan va boshqa Uyg'ur beglari isyon ko'targan. Shuning bilan Qaraxoniylar davlatida ichki urush boshlagan. Musa Bo'raxon Xotanga yurish qilib, Xotan Uyg'urlarini bo'ysundirgan. U 956dan 958-yillari xoqon bo'lib, ancha uzun o'tmay olamdan o'tgan. Uningdan keyin inisi Sulaymon Arslanxon Qaraxoniylar davlatining taxtida o'ltirgan. Sulaymon Arslanxon Sutuq Bo'raxonning ikkinchi o'g'li bo'lib, Musa Bo'raxondan keyin 958dan 970-yillari oralig'ida Qaraxoniylar davlatida hukm surgan. Islom dini Sulaymon Arslanxonning davrida Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar ichida nihoyatda cho'nqur yildiz tortgan. 960-yili Yettisu va Tarim vodisida o'ltiraqlashgan 200 ming o'ylik Uyg'ur musulmon bo'lgan. Bu haqiqatan alohida cho'ng voqea edi. Shu yili Sulaymon Arslanxon islom dinini davlat dini deb chakarlagan. Aslida Sutuq Bo'raxon milodi 920-yili Qaraxoniylar davlatining xoqonlik taxtida o'ltirgandan keyin islom dinini Qaraxoniylar davlatining davlat dini qilib jakarlagan edi. Lekin Sutuq Bo'raxon vafot bo'lgandan keyin 956-yili Xotan Uyg'urlari isyon ko'tarib, Qaraxoniylar davlatida ichki urush yuz berganlik sababidan islom dini Qaraxoniylar ziminining hamma yerida yo'lga qo'yilmagan. Sulaymon Arslanxon Qaraxoniylar davlatiga xoqon bo'lgandan keyin qat'iy niyatga kelib, Xotanga qarshi keng ko'lamlik urush elib borgan. Tarixiy faktlarga asoslanganda bu urush 975-yilidan 998-yilgacha 20 yilga so'zilgan. O'z vaqtida bu urush to'g'risida mundaq qo'shoqlar to'qilgan. Kalkun bo'lib aqtuq, kanitlarning ustiga chiqdiq, butxonani yiqdiq, but ustiga chiqdiq. Sulaymon Arslanxon 965-yili Qaraxoniylar qo'shinlarini Abu Nasr Samanining o'g'li G'ozi Olibtekin boshchiligida Eli daryosining shimolidagi Mingloq, ya'ni hozirgi G'ulji shahriga mangdirgan. Olibtekin Mingloqdagi buddist Uyg'urlarni mag'lub qilgandan keyin butxonlarni chiqib, yer bilan yakson qilib o'tgan. Mana shu to'g'risida to'qilgan qo'shoqlar alohida ahamiyatga ega. Kemi ichiga o'ltirib, eli suyini kashdiq biz. Uyg'ur tarafga yuzlanib, Mingloq elini ochdiq biz. Tun bilan bosdiq. Har tarafga bo'ktirma qo'ydiq. Otlarining ko'kulalarini kesdiq. Mingloq erlarini so'ydiq. Belgi taqab otlarga, Uyg'urdagi tatlarga, o'g'ri yovuz itlarga xuddi qushlardek uçdiq. Sulaymon Arslanxon 970-yili G'ozi Abu Fattah, ya'ni Olibtekinni Uyg'ur idiqi davlatini bo'ysundirib, ularni musulmon qilishga avatgan. Abu Fattah qo'mondonligidagi Qaraxoniylar qo'shini hashamatlik bayroq, daqi-dumboq, alamlarni lapildatib, hayvatlik qo'shin bilan sharqqa yurish qilgan. Abu Fattah Aqsu, Kuchadan o'tib Kingin, ya'ni Qora shaharni olgan. Ondan keyin Uyg'ur idiqi davlatining qishliq poytaxti Qoraqo'jiga hujum qilgan.
qonliq urushlardan keyin Uyg'ur Idiqut davlatining xaqoni Arslan Tekin, ya'ni 948 dan 980 mag'lub bo'lib 5 baliqqa chekingan. Abu Fattah hozirgi Turpan va uning atrofidagi joylarni olgandan keyin 5 baliqqa qarab yurish qilgan. Lekin Arslan Tekin 5 baliqning janubidagi Tangri teg'ining Qaraxo'jaga boradigan yo'lidagi tog' eg'iziga nurg'un qo'shin to'plab, hal qilg'uch urushga tayyorlanib turgan. Abu Fattah ana shu joydagi urushda shahid bo'lgan. Eg'ir mag'lubiyatga yo'liqqan Qaraxoniylar qo'shinlari taraf-tarafga qarab ketgan. Arslan Tekin Qaraxo'ja bilan Qara shaharni Qaraxoniylardan qaytarib olgan. Shahid Abu Fattahning jasadi urush bo'lgan joyga yaqin yerga dafn qilingan. 14-asrda Turpandagi buddist Uyg'urlar to'liq musulmon bo'lgandan keyin Abu Fattahni xotirlash yuzasidan hozirgi Turpan ostonida Alpatta nomli mozorni bino qilgan. Albatta Olib Tekinning asli ismi Abu Fattahning o'zgarishidan kelib chiqqan. Sulaymon Arslanxonning davrida Qaraxoniylar davlati nihoyat kuchlik va cho'ng davlatga aylanadi. Harun Bug'roxonning davrida Qaraxoniylar davlati 994-yillar atrofida Farg'onani, keyin Samarqandni oladi. 999-yili Samoniylar hukmroni Amir Nuhni mag'lub qilib, Samoniylar davlatini og'dirib tashlaydi. Orqadan Buxoroni oladi. Shuning bilan Qaraxoniylar davlati Mavara unnahridagi barliq beglarni hokimiyati ostiga oladi. Qaraxoniylarning g'arbiy qismiga Samarqandni markaz qilib, Musa Bug'roxonning o'g'li Eli Tekinni Elixon unvoni bilan umumiy vali qilib tayinlaydi. Sulaymon Arslanxonning 12 yillik xoqonlik hayotida elib borgan faoliyatlarini tövandagidek xulosalashga bo'ladi. Birinchi, davlat manfaatini hammadan a'lo bilgan. Sultan Ustuq Bug'roxon va aksi Musa Bug'roxonning vafotidan keyin isyon ko'targan Xotan Uyg'urlarni tinchitgan va Uyg'ur Idiqut davlatiga umumyuzlik urush qo'zg'ab, Uyg'ur Idiqut davlatidan g'uljini elib, Qaraxoniylar davlatining zimini doirasiga kirgizgan. Ikkinchi, islom dini Sulaymon Arslanxonning davrida Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar ichida nihoyat cho'nqur yildiz tortgan. 960-yili Yettisu va Tarim vodisida o'ltiraqlashgan 200 ming uylik Uyg'ur musulmon bo'lgan. Uchinchi, uning g'ayrati va tirishchanligi natijasida 994-yili Farg'ona, Samarqandlarning elinishi bilan G'arbiy Turkiston ziminining Qaraxoniylar davlatiga qo'shilib, 999-yili Samoniylar davlatining og'dirib tashlanishining shartini hozirlagan. Uning davrida Qaraxoniylar davlatining kuch-qudrati mislsiz darajada yuksalgan. Sulaymon Arslanxon intayin botur, g'ayratlik xoqon edi. Shuning bilan birga qobiliyatlik siyosiyon, tadbirlik qo'mondan edi. Qaraxoniylar islom davlatining xoqoni, iqtidorlik harbiy qo'mondan, siyosiyon, g'ozi, rahmatlik Sulaymon Arslanxon 970-yili 48 yoshlarida vafot bo'lgan.